Hammaga salom hurmatli obunachilarimiz. Avtolider avtosaloniga GX460 restylinga keldi. Bu обновленный versiyasi 2022 4.6 litr V8 296 tot kuchi bu avtomobilimizda. Restylinga birinchi izmeneniyasi bu faralari, keyin reshotkasi va svetodiodli optikasi. Undan tashqari eng katta izmeneniya salonda. Hozir obzor davomida hammasini ko'rsatib etib beramiz. Tomosha qilishda davom etinglar. Avtomobilimiz orqa tarafida hech qanaqa boshqa izmeneniyalarimiz yo'q. Eshigi yoniga ochiladi. Mana bu yerda knopka bor, lobovaya ochsanglar bo'ladi. Bundan tashqari 3-qatori ham mavjud avtomobilimizda. Avtomobilimizda biz ключевой dostupimiz mavjud. Полностью elektropaketli avtomobilimiz, qizil sochniy salon, juda chiroyli va pamять sideniyalari mavjud. Rul torpedka tarafida hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. Eng katta o'zgarish sentralniy konsolimizda. Eskicha monitor o'rniga yangicha современный qo'yilgan 18 dyuym 360 gradus kameralari bor. Bu sensorli, deflektorlari pastga tushirilgan. Bu yerda klimat kontroli в ряд terilgan va mana bu yerda ходовой часть, pnevmopodveska часть управленияsi eskicha mana knopkalaydi. Uni mana bu yoqqa chiroyli qilib skromni terishgan. Analog soat o'rniga digital qo'yishgan va mana bu yerda multimediani управленияsi. Avtomobilimizda yana touchpad ham mavjud. Mana 570 ga o'xshab LX va xolodilnigi ham bor. Avtomobilimiz $125 ming. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, e'tibor uchun rahmat.